Asr surasi Makka da nozil qilingan 3 oyatdan iborat. Asr bilan Alloh taolo qasamyod etib, surada bayon etilgan 4 xislatdan mahrumlikda yashagan insonning butun umri ziyonkorlik va baxtsizlikda o'tgandir deb ta'kidlaydi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Asr bilan qasamyod eturmanki, har bir inson ziyonda, baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan va solih amallarni qilgan, bir-birlariga haqiqat parvar bo'lishni tavsiya etgan va bir-birlariga sabrli bo'lishni tavsiya etgan zotlargina bundan mustasnodirlar.